Assalomu alaykum Instagram tarkib kuzatuvchilari. Bu obyektimizni Xudo xolasa qurtvakstirishlikka tayyor qilib oldik. Bu bitta xonasi. Bu yoqda yana ishlar ketyapti. Bu ikkinchi xonasi. Bu yer ham Xudo xolasa tayyor. Bu uchinchi xonasi. Xudo xolasa 3 ta xonani tayyor qilib olganmiz. Hozir qurtvaks berishni boshlaymiz. Eng chiroyli ranglardan bittasi natural qurtvaks qilinyapti Xudo xolasa. Bu mana chiziq soya. Bir qo'l qurtvaks bo'ldi bu yer. Bu ikkinchi xonasi. Bu uchinchi xonasi. Xudo xolasa bo'ldi.